Assalamu alaykum hürmetli radyo anlıqçılar. Adabiy anlatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xevir To'mirning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Molla Zaydin haqida qissa nomli tarixiy romanini anglatishni boshlaymiz. Uni bek paramchi deydi. Uningda gap degan tayyor turdi ekan. Anglasam, va'na bilan qattiq tutishdi ekan. Molla Zaydin degan qonchilik bir nima ekan? Bizning Qashqada nini no'chlaba. Men degan tog' odami bog'langanning qo'lini yashgan, bo'rining quliqini, tulkining quyruqini kesgan, bag desang bagdak, shoh desang shohdak, erkin ozoda o'tgan odamman. Lekin Molla Zaydin degan yenib ketdidak. Endi uni Beyjingga minibdi deydi. Beyjing degan biz bordigan joy. U yalang to'shga nima qo'ydi endi? Seni qo'ymi sevimdiq. Sen kiribiding. Ko'nglimizmi tutun bo'lib qoldi. Men aslida duogo'y emasman. Avliyomu emasman. Mushunda bir jahon kezguchi. Xalq o'z beshig'i tushgan tog'dan eg'ir, toshdan qattiq zulmning zo'ridan mukchaygan gavdalarini taslikda so'rab uy-uylariga tarqalishdi. Shu kuni bir otliq ikki piyoda yo'lovchi Ko'rli tarafdan Yangisarning Qorichash mozirim deydigan yeriga yetib keldi. Ulardan biri ayol edi. Qorichash mozirim Yangisarning sharq tarafidagi qum do'nglari o'tirsiga cho'ng yo'lning bo'yiga joylashgan bo'lib, bir eg'iz uyi, oldi tarafda oddiy yog'och targ'oq va tom to'siqlari bor. O'gza va tom ustilariga orqor va qo'chqor mungizlari qo'yilgan. Bir hisobda onchi surli ko'rinmaydigan mozor edi. Mozor ichidan bilakdek buloq suvi eqib turadi. Bu suvdan oziqlangan nechutib qapoq terak egiz o'sgan bo'lsa-mu, atrofiga soyi tashlagan yopirmoqlari shamolda shildirlab turgandan boshqa hayvatli ko'rinishi yo'q edi. Lekin kishilarda bu mozorning suyini ichib, choch soqollarini yuyib tarisa, soqolga mangu oq kirmaydi deydigan bir xil e'tiqod bor edi. Shuning uchunmi yoki cho'l qumliq yo'llarni kezib ussiganlikdanmi har qanday yo'lovchi bu yerda otayin to'xtab, yurakni yashartadigan buloq suyidan ichib, choch soqollarini yuyib o'tadi. Bugun cho'ldan chiqqan 3 yo'lovchimi shu yerda to'xtab, suv ichib, sagidab o'ltiradi. Dal shu chaqda Xo'ja Hofiz begning ho'ylisida muzey silashga qatnashgan bir dehqon uyiga qaytib ketib etib, bular bilan uchrashib qoldi. Dehqon yo'lovchilarga salom berdi. Ondan qo'lini pokiz yuyib, uchumlab suv ichdi va bir oz o'ltirib, u yer bu yerdan so'zlashib, gap Xo'ja Hofiz beg ustiga kelib to'xtadi. Dehqon Xo'ja Hofiz begdan ko'rayotgan zulm haqoratlarni so'zlab dard to'kishga boshladi. Hey, 20 yildan buyon Xo'ja Hofiz begning dardini yetkichi tortdik. Chidab turg'udak holimiz qolmadi. Yaqinda bizning yurtda bir tul ayolning uyiga o'g'ri tegib, ayolni bo'g'ib o'ltirib, uning haramga atab qo'ygan pul mollarini bulab ketgan bir voqea chiqib edi. Xo'ja Hofiz beg yurt xalqini yig'ib, qiyin qistoqqa ilyotdi. Atiganda borimiz, kashkirgucha bagning oldida qo'l qo'shtirib turimiz. Oq desimi, qora desimi, shuning rost. Hey, nima desa, xo'sh deymiz. Ya o'g'ri chiqmadi, ya yo'qolgan pul tepilmadi. Bugun 3-kuni. Xo'ja Hofiz beg dog'am bilan birlashib, pardeshab ichiga bir mo'zayni to'xtatib, bizni mo'zay silashga majbur qilyotdi. Kim o'g'ri bo'lsa, shuning quli qori bo'lib chiqdi deyotdi. Lekin bir odam mo'zayga qo'l tekkizgani yo'q. Makkar dog'an mo'zayning dumbisiga kuyi surtib qo'ygan. Buni bilamiz. Shunga mo'zayga qo'limizni yaqin opolmaymiz. Chopinimizning peshini tekkizmaymiz. Bu ishning oxiri nega borakin? Xudo o'zi oson qilmasa, bandaning qo'lidan nima keladi deysizlar. O'g'ri kim? Butun yurtga ochiq oshkora, lekin eg'izdan chiqog'ili bo'lmaydi, qat'iy bo'lmaydi. Bu bagning yinida
uchiga chiqqan bir yomon o'g'ri bor. Shu orqali o'g'irlikni bagning o'zi qiladi. Holvini hekim yesa, tayoqni yetim degandek, hamma baloyi battar xalqning beshig'i tushiyotdi. Bundaq ishlarni ko'rmin qitim ko'z oldimizdan o'tkazdik. Bu bagning dadini 20 yildan ortiq tortdik. Biz yangi sarliqning dadimiz eg'ir. Dard faryodimiz hech naga yetmaydi. Bejing xong'imi necha parcha arzimiz ketgan. U yadilmi hech qanday javob yo'q. Dehqon o'z dardini to'kib bo'lib, bir oz yengilligandek o'rnidan turdi va bular bilan xo'shlashib uyiga ketdi. Yo'lovchilar bu ahvolga qiziqdi. Dehqon ketgandan keyin Molla Zaydin g'ulomga qarab, "Ukam, bu yerda eg'ir vaqa bor ekan. Shunga biz ikkimiz bir hafta turib, ahvolni bilib ondan, bilaman deydigan bo'lsam, bir kechada hamma ishni bilib kelalayman." "Ha? Qanday qilib?" "Xo'ja Bizbekning yinidiki, Emin o'g'ri mening yaqin og'inam. Bir kecha ahvollashsam, hamma gapni aytib berdi." "Ro'zxochamni qanday qilamiz? Men o'rlashtirib qo'yman, xotirjam bo'ling." G'ulom ro'zxonni boshlab qum do'nglari ichida ko'zdan yo'qoldi. Bir ozdan keyin Molla Zaydin otga minib yurib ketdi. Qorichoch mozor va uning atrofidagi qum do'nglari o'likdek jimjitlik ichida qoldi. Mo'zay silashning 6-kuni kishilar to'planib bo'lgan bir vaqtda bagning hovlisiga otliq bir bovay kirib keldi. Bovayning etini yoshqina, jo'g'i kichik bir odam yetilgan edi. Bu chakar bovayni qo'ltiqidan yo'lab otdan tushirdi. Bovay otdan tushib xaloyiq tarafga mangdi. Bovayning beshidagi yo'g'an salla uchisidagi oq yaktikiga qarab xaloyiq salom qilib ehtirom bildirdi va oxunimlar o'ltirgan so'rindan joy ko'rsatib o'ltirg'izdi. Bovay padiha qilgandan keyin boshqalar bilan ko'p ahvollashmasdilla beshini to'van silib jimjit o'ltirdi. Imom o'zicha iltifot qilib, ism shariflari kim, qayerdan keldilar degan bo'lsa-mu, Bovay javob bermay jim o'ltirdi. Xo'ja Hofiz bek Bovayga bir ishga qaytim ko'z yugurtgandan keyin uning turqiga qarab, eqib yurgan ishon yoki tilamchi bo'lsa kerak deb pisand qilmasdan o'z ishini davomlashtirdi. U po'po'zi qilib xalqni pardishab ostidan bir-birlab o'tkazdi. Xalqning qo'liga yanala qori yuqmagandan keyin Xo'ja Hofiz bekning ochiqi kelib, og'zini buzishga boshladi. "Vo, noahli insofsiz o'g'irlar! Kuchkim desa, haddinglardan eshib ketyapsizlar. Bugun 6 kun bo'ldi. Nima degan avorchilik bu? Sizlardek iymoni kuyib ketganlarga endi ko'rsataman. Bog'la bu xumparlarni. Ambalning oldiga opirib, shu yerda so'zlashiman." Bagning yaloqchilari kelib, odamlarni bog'lashga boshladi. Ahvol bu yerga yetganda, Bovay o'rnidan turib, atrofga bir qur nazar tashlab o'tirg'i chiqdi. "Assalomu alaykum. Ey ahli musulmonlar, hammanglar Xudoning birligi va barhaqligiga shukr keltirmasdan iymon keltiringlar. Alloh o'zi mushkulimizni oson qilg'ay. Kamina ojiz banda Xudoyi Taologa qulluq qilib, Ashabul Kahfda 17 yil istiqomatda o'ltirdim. Allohning karomatlarini, nurg'un mo'jizalarini, ajoyib-g'aroyib hikmatlarini ko'rdim. Etkab g'orda dunyo koridan tarik bo'lib, mustajib bo'lgan duo takbirlarimning xosiyatlari birla shuni bildimki, yaratquchi Alloh har qanday ishqa sabr qilg'uchidir. Lekin birli ishqi toqatsizdir. Ya'ni xalqqa jabr zulm bo'ladigan, buningga betoqat bo'lg'usidir. Bugun kecha istiqomat g'orida ibodat qilib o'ltirib, subi yo'rg'an vaqtda g'aflat besib, ko'zim uyquga ketibdi. Bir tush ko'ribdiman. Tushimda bir yurtda bir to'p xalq qo'llari bog'lanib, yurak bag'ri dog'lanib, aziyat ichida qopdi. Beshoratda ularni qutqizmoq kaminigi nisib bo'pti. Cho'chib uyg'onsam tushim. Buning shukronasiga 2 rakat namoz o'qib, duo qildim. G'oyibdan bir ovoz kelib, ko'zingni yum dedi.
Yumdum. Yerning tanobi tortilibdi. Ko'zingni och dedi. Ochdim. O'zimni qarichash mozirida ko'rdim. Kun qizil vaqt bo'lgan ekan. Buning shukronasiga 2 rakat namoz o'qib duo qilgandan keyin ushbu yerga keldimki, tushimda ayon bo'lgan xaloyiqning aynan o'zini ko'rdim. Bo'lingan ishlarmi aynan o'zidir. Kashshabul qulub. Bu qulubni ichish menga nisibdir. İnşallah Taala Rabbil alamin. Bovay bir oz to'xtab kishilarga nazar tashladi. Bag mollulag'imi ko'z yugurtdi. Engishib turgan kishilarning ba'zilari beshini langshitdi. Ba'zilari yoqasini tutib bir-biriga qarashatdi. Bagning chiroyi sal buzilgan. Mollullarning qo'shumisi turilgan edi. Bovay umumiy ahvolni kuzatgandan keyin yana so'zini davom qildi. Tushimda ayon bo'lishicha, pardeshapning ostidagi mo'zay qoridir. Uning dumbisi qori kuyadir. Agar yolg'on deb shak keltirsa, qani o'g'lim, o'z qo'ling bilan pardani och, xaloyiq ko'rsin. Xo'sh. G'ulam chapdaslik bilan pardani ko'tardi. Uning ichidagi qora mo'zay shumshiyib turadi. Qani, bu karomatni ko'ringlar. Bovay hammaga bir qur nazar tashlab, Xo'ja Hofiz Bagga kelganda otish ko'zlari bilan qadalgan edi. Bag ko'zini qochirdi va butun vujudini titrak bosdi. Bovay so'zini davom qildi. Mo'zayning zoti qora, usti kuya, hargiz ola emasdir. Shuning uchundirki, mo'zayning buvilari Ayyub alayhissalomning podisidan qochganda qarg'ish ilib duoyi band qilingandir. Shunga o'zi qara, dumbisi kuyadir. Balki qotil o'g'ri ushbu mo'zayning o'zidir. Bovay bir oz to'xtab Daxon Mirza Kerimga qarab davom qildi. Qasida adatga yetganda mo'zay zuvonga kammakchi. Beshorat bo'lishicha, qasida durib adatga yetgan taqdirdami mo'zayning qorliqi, dumbisining kuyligi, qarg'ishga uchrab duoyi band qilinganligi zuvonga kelmasga cho'ng sababdir. Tushimda ayon bo'lishicha, bu da'voning egisi Xo'ja Hofiz Bag bin Abdurahmon Bagdir. Qani bag bolam, qo'lingni bagina. Titrak bosgan Xo'ja Hofiz Bag ixtiyorsiz holda qo'lini Bovayga sundi. Bovay uning qo'lini tortib mo'zayning dumbisiga surkidi. Hosil kalom, da'voning egisi Xo'ja Hofiz Bag qo'lini berdi. Mo'zayni silg'an edi, uning qo'li qori bo'ldi. Endi o'g'ri kim bo'ldi? Bu tehi mo'jiza. Sir Allohning ilkida, yana Allohning irodasi bilan echilg'usidir. Kishilar yoq tutib tova deyishmoqda. Xo'ja Hofiz Bag totirib ketgan edi. Bovay yanchuqidan istirlabni chiqarib, olqinida o'ynatib, mo'zayning dumbisiga qattiq tashladi. Misdan ishlangan bu asbob mo'zayga qattiq tegib edi, mo'zay g'ol-g'ol titradi. Bovay so'zlab: "Eleti nima titraysan? Iching teshing qaridab ketgan qari mo'zay. Titraydigan vaqting tegi oldingda. Jamoat, axunim, mollalar, hammamiz birlikda karomatni amdi ko'raylik. Yo'qolgan oltin kumush ayni bo'yicha osmon bilan zamin o'ttirsida turibdi. Qani g'ulam." Necha kundan xalqqa azor berayotgan joyining Xo'ja Hofiz Bagning hovlisining o'ttirsida bir tup qopoq terak bor edi. Terakning uchida qora qushqoch uvusi qilib esilgan bir qopoq turadi. G'ulam ishorat olgandan keyin og'moqondek yomishib mazkur terakka chiqdi. Butun xaloyiq qarishib turganda G'ulam terakning eng uchiga chiqib qopoqni yeshib yerga tashladi. Qopoq kukum talqon bo'lib, uning ichidan bir qallak narsa oshkora bo'ldi. Bovay darhol so'z boshlab: "Qani og'unim, o'zlari yurtning cho'ngi, muborak qo'llari bilan tugishni yeshib basila." Alam og'unim tugishni yeshdi. Uning ichidan 400 sar kumush, yana bir muncha oltin jobduq chiqdi. Bovay atrofga ko'z yugurtdi. Bagning hayvisi allaqachon sungan. Chiroyi totirib, nechtal choshqan buruti titirmakda edi. Bovay so'zini davom qildi.
Xaloyiq, Allohning karomatlariga qoyil bo'ldinglar. Kimki gunoh qilgan bo'lsa, darhol tavba qilsin. Mag'firat qilguvchi Alloh. Kimki qotillik qilgan bo'lsa, darhol tavba qilsin. Bo'lmasa, qisas bo'qqisidir. Xo'ja Hofizbek marhumning 10 choraklik yerini setib olib, 400 sar kumush bagini chindir. Marhuma bu pulga oltin jabduqlarini qo'shib, o'choqning kulxonasiga ko'mganligi texmi chindir. Lekin Xo'ja Hofizbekning niyati buzilib, yana bir nomsiz o'g'ri bilan kechisi bostirib kelib, marhumani bo'g'ib o'ldirib, bu oltin kumushlarni bulab, ushbu osmon palakka, ya'ni bu terakning uchiga yushirganligi texmi rostdir. Karomat shu bo'ldiki, oltin kumush aynan o'zi tepildi. Xalq gunohsizdir. Xo'ja Hofizbek bu shumliqni ajoyib ustulik bilan ishlab, bir qancha kundan buyon gunohsiz xalqqa zulm silib, qiyin qistoqqa elib, tuhmat choplamoqchi bo'lsa-mu, oxir siri pash bo'lib, o'zi o'g'ri bo'lib chiqdi. Xaloyiq, haqiqat hammadan ustun, siri oshkora bo'ldi. Endi la'nat va nafrat ko'zinglar bilan o'g'rining sharmanda yuziga qaranglar. Uning holi qandoq bo'lganligini bir tomosha qilinglar. To'shqinni qo'mush o'ldirar odamni nomus degandek, Xo'ja Hofizbek har qancha nomussiz, qilin odam bo'lsa-mu, bu qitimqi rasvochiligi uningga ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Shuncha kundan xalqqa zulm silib, qori choplab, o'zini bo'lsa go'hardek pok ko'rsatib kelgandek, bugungi rasvochilik oldida g'ol-g'ol titirmay turolmadi. Hamma odam nafratlik ko'zlari bilan qaraganda Xo'ja Hofizbek o'ri turishga muholi qolmay, o'shini yo'qitib, taringida orqaga uchib tushib, xirqirab yotdi. Og'zidan ko'pik o'rlaydi. 20 yildan buyon Xo'ja Hofizbekning zulmiga uchrab, qonliq qamchisi ostida qon yig'ilgan Yangisar xalqi bugungi oshkora bo'lgan haqiqatdan ajoyib ta'sirotlarga ega bo'lib, yoq tutib, tova deyishib hayron bo'lishgan edi. Hammaylan dili yo'rib, xushalliq va taajjub bilan ko'zlariga yosh elib yig'lashgan holda Avliyo bovoyni tavob qilishga boshladi. Uning pashlarini ko'zlariga surtishdi. Xo'ja Hofizbek hoshini yo'qitib yiqilgandan keyin bir oz xirqirab, uzun qisqa tinib, oxiri besilib qoldi. Kimdir biri o'ldi, o'libdi. Mayli o'laversin. Al-qisosu minal haq. Bu odamni qisoslar bo'g'di. Xalqning zori tutdi. Xalqning ko'z yoshlari uni g'arq qildi. Hech kim bu odamni bir chakkini yo'q. Xo'ja Hofizbek hayot vaqtida uningga nasihat qilib, unda qilmang, xalqqa zulm sanmang, oldi kayningizga qarab ish qiling, baglik ketidi, yurt qolidi deydigan bo'lsak, qo'liqiga tosh bilan urgandek anglatdi. Shunga u umr bo'yi xalqqa zulm soldi, xalqni azdi, urdi, so'qdi, bo'ldi, o'ltirdi, xonavayron qildi, qoqshatdi, zorlatdi, qon yig'latdi. Bularning hammasi qisos. Oxir bu qisoslar jam bo'lib kelib, bugungi paytda uni bir bo'g'ib edi, u bardoshlik beramidi. Xalq oldida rasvo bo'lib o'ldi xolos. Jahon shunchalik, xalqqa yomonlik qilguvchiligi yo'q. Vassalom. Murdining engikini qo'yishtirib qo'yinglar. Bu musulmonchilik. Shundaqmi, oxunim? Shundoq. Xo'sh, oxunim, o'zing bilimni qaysi joylarda qanchalik tahsil qilding? Xo'sh, taqsir. Avval Kuchada, keyin Qashqar, keyin Buxoroda o'qigan. Katta joylarda o'qigan, boshqa yo'g'on salli qo'ngan, oxunliq daraja qo'shilgan. Hosil kalom birar haqiqat so'zlash uchun yaramag'an o'qish bilan yo'g'on dastorning nima xosiyati? Boshdagi dastor so'lat uchunmi? Ha? Ajaba, hozir mening savolimga javob qilmagan. Bu qadar mushkul bo'lgan yerda tongni mahsharda qanday javob qilmoq kerak? Xudoning oldida javob berish uningdan 100 hassi qiyin.
O'zing oxullik qilayotgan yurtda bu qadar zo'r nohaqlik, zulm, haqorat bo'lib-atsa, xalq zar yig'layotsa, sen ashu sallangning hurmatidan bo'lsa-mu, bir kalima haq so'z qilmasligingning sababi nima? Haqiqatni so'zlamagan o'qishning nima foydasi? O'zing tafakkur qilginki, sening mushkat sheriflarni o'qishing, hashamaltik salla o'rab, xalqning pul-meliga duo qilish, yog'liq pololarini ishtaha qilish, po'shkal quymoq yeyish uchun bo'lganmi? Ha? Qani imom, o'zingchi. Balki o'qig'ining ozdir, lekin jamoatga imomdirsan. Necha kundan o'z jamoating zar qoqshab, noli faryod qilib-atsa, ajab jamoat taraf tuturmay, nohaq taraf tuturib, xalqqa zulm qilishga sherik bo'lganing nimasi? Qani Mirza Kerim, Shaddod Lain, sening hamma ishing aldamchilik. Mo'zay zuvonga keladi deb patib beryapsan. Qachon so'zlaydi? Ha? Deb baqina. Almisoqdan tortib, Mo'zay zuvonga kelib so'zlagan nadi bu? Sen daxalladi iymon, vijdon, nomus bo'landi. Hey, Azazul Kazzab, sening xalqning nodonligidan foydalanib, aldamchilik qilishdan boshqa yo'ling yo'qmi? Hey, xaloyiq, endi ishonmanglar. Bu kazzablar shayton yo'lida mangan aldamchilardir. Bu kazzablar bilan biz bir yo'lda mangmaymiz. Bundaq haqiqiy kazzablarga la'nat, nafrat yog'dirayli. Marhumaning qotili tepildi. Dunyo dafinisimi tepildi. Agar u onamiz hayot bo'lsaydi, bu haqiqatlarni ko'rgan bo'lsa, 5 qitim haramga borgandek xushal bo'lardi. Endi bu marhumaning pul meliga ega bo'lg'idek odami yo'q. Tilsiz bir qizi bor. U qiz o'z kunini o'zi ololaydi. Meningcha, bu pulni Xudo yo'lida avliyo otimizga duo qildirib o'tayli. Qandoq deysizlar jamoat? Shundoq bo'lsin, bizga duo qilib qo'ysin. Ko'pchilik birdek varqirashdi. Bu chaqda bo'voy g'ulam yetilab kelgan otga minib ketishga tayyorlangan edi. Jamoat biri otning cho'luridan, biri yugandan tutib mongdirg'ili qo'ymaydi. Ba'zilari avliyoning peshiga esilib tavob qiladi. Bo'voy ot ustida o'ltirib, soqolini elib tashlab xalqqa qarab kuldi. Xalq hayron bo'lishdi. Xaloyiq, agar beshinglarga tushgan zulm tog'lari ko'mpay-ko'm bo'lib, badan beshinglar yeniklashgan bo'lsa, ko'nglinglarni qoplab turgan qorong'ulik tugab, ko'nglinglar haqiqat chirig'i bilan yo'rg'an bo'lsa, sizlarmi menga o'xshash kulinglar. Men aslida duogo'y emasman. Avliyomu emasman. Moshundaq bir jahon kazguchi. Qarasam, yaqinda ko'rik yo'qkan. Marhumning pul melini sarf qilib, yaxshilab bir ko'rik silinglar. O'tgan kashgan yo'lovchilar marhumning ro'yiga duo qilib o'tsa savob bo'lar. Qandoq deysizlar? To'g'ri. O'zing kim? Bizga mehmon bo'l, uylarimizga opirimiz. Rahmat. Kuchadan yong'anda bir qancha kun turib o'tay. Hozir oldirash. Dedi Molla Zaydin va xalq to'pi ichidan uzab chiqdi. Uni mehmon qilishga amalsiz qolgan xalq varqirab, "O'zing kim? Itingni aytib-a?" "Itim Molla Zaydin, xayr xo'sh." "Molla Zaydin, xayr xo'sh." Xalq uzungacha uningdan ko'zini uzmay qarashib qoldi. Bizning yo'lovchilarimiz Yengsar xalqi bilan xo'shlashib, bugur, cho'mpoq, cho'l avot, yoqa manzillarini, kishini zeriktirib etadigan uzun cho'lni besib o'tdi. Bu musofa piyoda yurishga 5 kunlik yo'l edi. Ro'zaxon garchi yashinib qolgan bo'lsa-mu, yanala tetik qadam tashlab, arlardan qolmay yo'l bosatdi. G'ulam bo'lsa, xuddi shoturdek chevar, yenik edi. Molla Zaydin gohi otliq, to'laroq otdan tushib, hamrohlari bilan piyoda yo'l bosdi. Bu uzun yo'lda zerikishdan yoki boshqa sabablardanmi Molla Zaydin har xil xiyollarga beriladi. Ishlar qandoq bo'lyapti? Uxlab tushimga kirmagan ishlarni ko'ryapman-ku. Men nadimi Ashabul Kafga boraman. Ashabul Kafni ko'rganimmi yo'q. Tasallosig'ila bozorga solsam ajab eqib ketdi desa, buni menga kim o'gatdi?
Xizr alayhissalom kelib bir kechada dilimga soldimi? Yo'q. Xizr o'rgatgani yo'q. Buni menga uchrayotgan ishlar o'rgatdi. Amaliyotda shu ishlar bo'lmagan bo'lsa, men bu amallarni topmagan bo'lardim. Xayr. Bo'ladigan ish bo'ldi. Meni yana qanday ishlar kutyapti ekan? Buni kim bilsin? Mayli qanday bo'lsin, xalqning dardiga darmon bo'la olasan. Xalqning beshidagi azob oqibat. Dardu balolarni ular bilan tang tortish beralisan bo'ldi-ku. Buning o'zi bir halovat. Menga buningdan boshqa halovatning lozimi yo'q. O'zim shundoq o'sib cho'ng bo'lib qoptiman. Ota-onam kichkimda o'lib tugabdi. Hozir men ikki bolaning otasi bo'lib qoldim. Xiyol bu yerga kelganda ikki bolasi bilan ayoli Oyimxon uning ko'z oldiga keldi. Bu chaqda Molla Zaydin ixtiyorsiz holda orqaga burilib Turpan tarafga qarab qo'ydi. Turpan yiroqda qolgan edi. Uningga ko'z yetmaydi. Cho'l tarafda cheksiz jangal sarg'uch bo'zirib yotadi. Shimol tarafda tog' tizimlari borgancha bir tal yeb bo'lib, oxir ufuqda cho'kib ketadi. Molla Zaydin bu cheksiz cho'llarga qarab ixtiyorsiz holda uf tortib qo'ydi va ovozining boricha naqsha etqusi keldi. Qiziq ish. Ashabul Kahfning bozori nemancha itdik. Kishilar nima uchun uningdan qattiq ta'sirlanadi? Nadonlik, xurofotlik degan shundoq bo'lamdi ya. Bu xurofotlik nerdan keldi? Uni kim o'rgatdi? Mirzi Kerim Daxon o'rgatdimi? Xurofotga shular boshlayotamdi. Menmi daxillik qildimmi? Yo'q. Balki xurofot jaholat qulublarini o'z oshquchi bilan oshqandek qildim. Zaharni zahar bilan yondirish degini balkim mushu bo'lishi mumkin. Ko'z oldiga kelayotgan bu ishlar bilan o'z-o'ziga qo'yilgan savollar bir-biriga ulanib, Molla Zaydinning kallasini birdammi oromida qo'ymadi. Oxir u oyig'i chiqmaydigan bu xiyollarni tashlab, hamrohlari bilan so'zlashishga kirishdi. Rozg'acha, siz bilan sirdishib, xuddi ochi ukudek bo'lib qoldik. Bu qitim kuchog'i bog'inimizda biz bilan belli turing. Aplashib qolsa, yarlashib qiling, qandaq. Loyiq chiqib qolsa, erga basakli joylashmamdi. Qayrg'anda olamdi. Olaman deysimi tegmasman. Ishqinglar nada bo'lsanglar, men shu yerda bo'lay, qandaq deysizlar? Bo'ladi. Bizni ukamdab yurayvering. Biz sizni tashlab etmaymiz. Amal bo'lsa, burunqidek sarsam bo'lib yurmay, bir yerda muqimlashib qolsangiz yaxshi bo'ladi. Hay, men zerikdim. Butun umrimda Karbalaning ichtidek so'kuldab, shahar yuribdiman. Ya erxo'liqi, ya uy-xo'liqi ko'may shuncha yoshga kelib qopdiman. Bu qitim Mollufkamga yo'l qilib dilim xeyli yo'rib qoldi. Yaxshi gap toshni eritidi degandek xeyli ta'sirlandim. Umrimda yaxshi gap anglab yurgan xotin emasman. O'zimning qo'yim eski, mong'an yo'lim ondan eski. Qayerga libosam o'g'ri xotin, lukcha xotin deb hammasi qog'aydi. Tozni toz desa o'lgisi kelgandek, menimi o'g'ri, lukchak desa ochiqim kelib beyaram bo'laman. Har qaysing eski deysang, menmi o'lgicha eskilik qilaman deb xalq bilan qiyirishib, o'lkim cho'lda qolsimi mayli deb yomonlikdan qo'l tatmadim. Bu qitim dilim salpal yumshab qoldi. Heyliqi Xo'ja Hofizbekni ko'rdik-ku, yomonlikning jazosini topdi. Men har qitim Yangsadan o'tganda oncha-muncha yo'qlab, topgan taginimni oz to'la berib, uning gelini yig'lab o'tatdim. Ba'zida bergan narsam ozroq bo'lib qolsa tillab xorlaydi. Hatto uning qamchi bilan urgan chog'larimi bo'lgan. Beg bo'g'anlar o'g'rining qaraqchisi. Beglar shundoq eski ishlarni qilgan yerda men qilsam nima bo'pti deb eski ishlarni qilib yuraverdim. Menmi odam-ku. Yaxshi gap, illiq chiroymi lozim-ku. Mening tektim yakanlik. Kegizcha Ahad Qorim deganning orzulab boqqan qizi edim. Qiz vaqtimda rahmatlik Davud meni elib tog' orqasiga so'rab keldi. Bir necha vaqt ovqat qilib yomon emas jon baxtdiq. Keyin Davudni askarlikka tutib oldi. 5-6 yil askar bo'lib rosa uchiga chiqqan qimorvoz bo'lib chiqdi. Shuningdan keyin xalqning mol-mulkini o'g'irlab nomimiz chiqdi. Keyincha Urumchiga sig'may Qora shahar tarafga keldik. O'rdakdek hamma yerni sestib,
Axir ko'rli bilan kucha orliqida jangal o'g'risi bo'lib ketdik. Rahmatlik erimmi o'lib ketdi. O'zimmi yashinib qoldim. Yana bo'ridek atidan kashkichi jangal kezib yurish. Bugungi kunda rostini aytsam, o'zimga xo'sh yoqmaydigan bo'lib qoldi. Bu qitim har qaysinglar bilan bir safarda ketyapman. Endi sizlar nerda tursanglar, men shu yerda bo'lay. Ishqinglarning issiqini qayntib bersammi bir ish. Qandoq deysizlar fikrlarim? Yaxshi dedingiz. Bizni o'z ukungiz deb biling. Biz sizni tashlab etmaymiz. Har qanday ishingizga mana biz tayyor. Ha, sen-chi o'g'lamjon. Sana o'xshash asli karomati bor odamga baldirroq uchirgan bo'lsam, o'g'irlik qilmaydim jimo. Bu qitim kuchada o'zimni bir tunitadigan bo'ldim-da. Ilgari keyin hammani joylab gansajisa qilib yig'ishtirib, nima davatsan? Nima deydim? Xurjunda yambuba ko'ngil to'q, qimarni cho'ng o'ynab, qatlab tikib, kuchaning hamma qamarvozlarini gansajisa qilib taydayman. To'g'u dangal o'shki jangal tushabdi deb, xiyolan qamar o'ynashdimi sening? Kuchali qamarvozlarga to'la uftirib, nurg'un pulni seppagan o'g'riman. Dadim to'la. Bu qitim shu dadimni chiqirib olay deb, xiyolim shu yerga ketibdi. Men aslida qamarvoz emas edim. Ko'rlida xeyli yaxshi odamning bolasi edim. Lekin qursoq ko'piki meni shundoq buzib etdi. Agar meni Elimboy degan xumsi bozay topmagan bo'lsa, men bunchalik eski yo'lga kirib qolmaydim. Otamdan 2 choraklik bog' bilan bir qancha eg'iz uy-joy qolgan edi. Bog' o'zi kichik bo'lsa-mu, intayin chiroyli nashpillik bog' edi. Elimboyning bu bog'ga ko'zi tushib, uni deb, buni deb yurib, oxir bog' g'oylamni tortib oldi. Qoziga arz qilsam, boyga yon bosdi. Baglamu boyning so'zini o'ng qildi ekan. Jahonning hammasining kelib meni bo'zay qilganligiga qarab, mushu yo'lga kirib oldim. Elimboyning ishlari qiziq bo'ldi. Men yetim bola bo'lg'ashqa, bir kuni o'zicha menga otadorchilik qilg'usi kelib, o'ylantirib qo'ymoqchi bo'ldi. Yiroq sahrodan bir kishining qizini ko'chirib kelib, menga nikohlab qo'ydi. To'yliq bergan narsalari, bir sagaz ko'nglak, bir parqirim o'tik, bir shalpar jilitga, bir yog'liq, bir tumoq, bir chorak guruch, 5 jin yog', bir o'g'loq. Jo'q jami 5-6 sar yorchan xajlab to'yni qildi. Men mu bo'pti deb yurayverdim. Bir kunlari hisob kitob qilishib qo'yayli desam, "Voy ukam, o'tib turmamsan" dedi. Boy menga rahim qilyotdi deb yurayverdim. Oradan 2-3 yil o'tgandan keyin boy mahallamizdagi imom mazillarga kishi qo'yib, g'ulamni o'ylab qo'ysam, qo'liqini yupurib jim yurdi. Uning to'yi arzonga tushmagan degan gaplarni qilibdi. Buni anglab, bo'pti, beray hisoblab ko'rsatsin desam, 70-80 sar tangining hisobini kirgizibdi. Undaq emas desam, bir kuni qozixonaga, bir kuni bagning oldiga qishqot deb avar qig'ili turdi. Oxir bog'ni basun, qolgan pulni asta-asta to'lasin degan gap chiqdi. Shu yo'l bilan avval bog'ni tortib oldi. Yana necha vaqt o'tganda Elimboyning bir necha odami kudi ko'rpamni uydan talog'i tashlab, uyni tortib oldi. Biz ko'chada qoldik. Yig'ilsam yig'am, dodlisam dodim yetmadi. Nagili bo'lsam, boyning so'zi o'ng. Shu ochiqimda uy makonini tashlab, xotinni 3 taloq deb qo'yib etib, sargardon bo'ldim. Asta-asta o'g'irlik qiladigan bo'ldim. Zeriksam, kuchog'i keldim. Ish qilib, mushu o'ttirda jonni o'g'riga bermay kelyapman. Ular mungdishib xeyli yo'l bosdi. Langardan o'tganda g'ulam gapni o'zgartib, "Mana bu ambal g'ojamlar sagidab o'tadigan joy. Urumchidan bu tarafga o'tkicha bir bopisini qo'ng'iga qo'yib sagidaydi. 2 yil o'tganda Urumchiga yong'ucha 4 harbida kelib sagidab o'tadi. O chaqda yelpib turadigan 2 odami, choy ko'taradigan bir odami, 3-4 dorg'isi, tosh to'qimliq yorg'isi bo'ladi." Voy voy. Bu toshlar xurjunni teshib qo'yibdi-ku. Darvaqa toshlari yo'l bo'yi to'la do'milab, xurjunning bir burjikini tuxum patqudek teshib qo'ygan edi. Qanday qilamiz? Tashlab etimizmi ya? Yo'q, tashlab etgili bo'lmaydi. Matog'i yo'gab qo'ysak, turayvermamdi. Bo'pti amsa.
Yaman yerga kep qoldik. Dedi g'ulam yiroqdan ko'rinib turgan xona qatamning daraxtlariga qarab. U yerda Choziba, Sho'rxonining, ya'ni boshxonaning osh bo'rilaridek jisolari yo'l to'sib yotidi. Xuddi yo'lovchilarni tirik turg'izib shilib olgandek, butun narsa keraklarini oqtirib, avora qiladi. Mengu har qitim kelganda mangadigan bir yo'lim bor. Shu yo'l bilan jisolarning ko'ziga to'pich ichib o'tib ketaman. Undaq bo'lsa, ikkinglar o'z yo'linglar bilan ketaveringlar. Men tavakkul deb cho'ng yo'l bilan mangay. Bo'lamdi. Bo'ladi. Bugun oqsham ko'rak beshida tepishayli amsa. Dedi g'ulam va Ro'zixonni ergashtirib daraxtlar orasida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Saqsoqqa yaqin yerda chozi bo'lib, 3 nafar bojgir jiysa o'tgan kechgan savdogarlarni tekshirib, chatoq tepib, qoqti so'qti qiladi. Bularning askiligidan hamma odam qoqshaydi. Kun o'ltirib ko'z bog'langan chaqda Molla Zaydin bu yerga yetib keldi. Bojgirlardan biri uydan chiqib varqirdi. To'xta! Kechida nima qiladigan odamsan? Nereden kelding? Atigan chiqqan yerdan. To'la damxo'rlik qilma. Hozir nega kelding? Nerede turyapsan, bilamsan? Bilaman. Osmonning ostida, otning ustida, bo'kimning ostida, kashimning ustida turyapman. Ha? G'alati gap qilasan, ha? Elibika, zuvoningni darg'i tatib qo'yaman, juma. Bu shaharda zuvonni darg'i tatamda. Shundaq, zuvoningni darg'i tatib, ko'zingning oli qarisini ilib, xamirangni yerib, jiningni chiqirib, olqiningni qo'ydigan shahar bu. Bu degan kucha, men degan Sho'rxonning jisasi. Daxungaylik qilmay otdan tush. Xurjindiki nima u? Tekshirimiz. Bo'la. Xurjinni tekshirishga tishinglar patami? To'li gap qilmay tusha. Ne zilchi xurjinlarni tekshirgan odam, sening eski xurjiningni tekshirolmaymizmi? Jisa begim, eski chaponning ichida odam bor degandek, mening bu eski xurjinimning bir piyda eski tambal bilan yon bu. Yana bir piyda ambal bilan diyen baba. Qandaq gaplari bormi? Bizmi shaharda bosh ko'tarib, eski xurjinda tosh ko'tarib, men degan nochlarning zuvonini darg'i tatib kelgan biz. Gapning uranidan qaraganda Gunsi akagan o'xshaydilar. Bizga azroq choy puli berib, yo'llariga mangslar xo'jam. So'rasang ravrus so'ra. Yan bu so'rasangmi berguchiligim bor mening. İltifatları hocam. Molla Zaydin xurjunga qo'l selib, matoga o'ralgan yambudan birini chiqarib, bojgirning qo'yniga tiqdi. Dal shu chaqda uy ichidan yana bir bojgir chiqib qoldi. Molla Zaydin shu Allah ovozini paslatib, "Hech kimga tuydirmay, uyingga opirib hajla." dedi da otni beqindab yurib ketdi. Mening dadam o'lib ketgan. Nedik yo'q gapni qilib yurasan. Odamni saram topgan sening saqlığını yulsam shart ado bo'laverdi. Nagili qassang qo'ymayman, men cho'rgilab o'ynayman, o'ynab to'ymayman. Qanday qilay, jon appa? Manga nava mas paynak. Lodidek gap qildi ekansan. Og'indarchilikqa yaramdikin debdiman. Turpandan sendek mas chiqmaydi juma.